Lider bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu 5 ta oddiy sirni bilishingiz kifoya. Lider bo'lish uchun eng birinchisi xodimlar bilan samimiy gaplashishni o'rganish kerak. Chunki biz o'zbekmiz. Bizda hamma narsada andisha qilishni yaxshi ko'ramiz, lekin xodimlarga juda ham ochiq gapirish muhim. Va birinchi navbatda bu narsani rahbar boshlash kerak. Ana o'shandagina butun jamoa ham buni davom ettirish mumkin. Ikkinchi muhim bo'lgan narsa bu har bitta lavozimni, ya'ni har bitta xodimni vazifalari aniq yozilgan bo'lishi kerak. O'shanda siz bu xodimdan nima kutayotganingizni va u siz undan nima kutayotganingizni aniq bilsa, ish yanada yaxshiroq ketadi. Uchinchisi, bu xodimlarning ishonchi va ularga bo'lgan g'amxo'rlik. Siz ularga ishonishingizni o'zingiz ko'rsatib yurishingiz kerak va ular albatta bilishi kerak. Arzimagan xatoliklariga qattiq tanbeh berish kerak emas. Ana o'shanda ular kichkina xatolar qilganda o'zi tushunib, ularni yechishga harakat qilishadi. To'rtinchisi, bu xodimlarning yutuqlari uchun moddiy yoki nomoddiy motivatsiya berish kerak. Chunki quruq gapga qorin to'ymaydi. Va beshinchisi, oxirgisi, lekin juda ham muhim bo'lgan narsa. Bu jamoani zaharlaydigan xodimlar haqida. Aynan shu xodimlarni tezda chopish zarur. O'zi buyuk biznesmenlar aytadiki, xodim ovokanda uza olish kerak, xayrlashayotganda tez xayrlashish kerak deb. Aynan zaharlaydigan xodimlar haqida, chunki ular bilan tezda xayrlashmasangiz, bu jamoani ham zaharlaydi, butun xodimlarga ham ta'sir qiladi, biznes rivojlanishiga ham.